Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, onlayn kursimiz ishtirokchilari. Sizlar bilan demak bugun biz valentlik mavzusi bilan gaplashib o'tamiz. Valentlik o'zi nima? Valentlik deb demak bir elementni boshqa elementdan ma'lum sondagi elektronlarini biriktirib olish xususiyatiga demak valentlik deb ataladi. Valentlik so'zining ma'nosi kuchi bor, bog'lanish degan ma'nolarni anglatadi. Valentlik so'zini fanga Edvard Franklin kiritgan. Xo'p, ana endi biz valentlikni qanday keltirib chiqaramiz? Keling, shunga e'tibor qaratsak. Buning uchun bizga demak davriy sistema kerak bo'ladi. Davriy sistema orqali demak keltirib chiqarishni o'rgatib qo'yaman. Xudo xolasa, shundan keyin valentlikda sizdan muammo bo'lmaydi. Xo'p, o'zi valentliklarimiz yozadigan bo'lsak, valentlik ikki xil bo'ladi. Ikki xil. Birinchisi o'zgarmas valentlik bo'ladi. Ikkinchisi esa o'zgaruvchan valentlik. Demak, valentlikni ikkiga bo'ldik, o'zgarmas va o'zgaruvchan. Xo'p, keling shulardan demak birinchi siz bilan tanishadiganimiz bu demak o'zgarmas valentlik bo'lsin. Xo'p, endi buni qanday keltirib chiqaramiz deydigan bo'lsa, mana bu davriy sistema orqali demak keltirib chiqaramiz. Bizda guruhlar bor, mana yuqoridagi mana bu rim raqamida ifodalab qo'ygan, mana bu guruhlarni bildiradi. Demak, mana bu 1 ko'rib turibsiz, 2 3 yozib qo'ygan, 4 5 6 7 8 guruh bor. Ana shu guruhlar orqali ifodalaymiz valentlikda. Agar elementlarimiz mana bu birinchi guruhda joylashadigan bo'lsa, birinchi guruh mana bu vodorod, litiy, mana natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiylar. Agar birinchi guruhda joylashadigan bo'lsa elementimiz, demak uni bilingki, o valentliklarimiz demak 1 bo'ladi. Chunki guruh raqamiga teng deb olishligimiz kerak bo'ladi. Demak, yozamiz. Valentlikda rim raqamida yozishligimiz kerak. Bir valentliga demak qaysilar kiradi desa, birinchi guruhda turgan demak vodorod kiradi. Ikkinchida turibdi litiy. Uchinchida turibdi natriy. To'rtinchida kaliy. Keyin rubidiy. Keyin seziy, fransiy larni biz bir valentli deb olamiz. Ana endi 2 ga o'zgarmas 2 valentli. 2 valentli mana bulardagi demak qizillarni olamiz biz, ko'klarni emas. E'tibor bering. Xo'p, demak birinchida turgan berilliy, ikkinchida magniy, uchinchida kalsiy, xo'p, keyin stronsiy, keyin bariy larni misol qilsak bo'ladi biz. Ana endi o'zgarmas 3 valentli elementlar. Bularga bor, alyuminiy, galliy, indiyni misol qilsak bo'ladi. Demak, valentlikda o'zgarmas valentlikni namoyon qiladi, faqatgina birinchi, ikkinchi, uchinchi guruh elementlari o'zgarmas bo'ladi. Bularga esa ushbu elementlar kiradi. Ana endi ikkinchisi bu o'zgaruvchan. Bizda 8 ta guruh bo'ldi. 8 ta guruhdan e'tibor bering, birinchi, ikkinchi, uchinchi guruh elementlarining valentligi o'zgarmas. 4, 5, 6, 7 dan boshlab demak o'zgaruvchan bo'ladi. Demak, siz bilan hozir mana bu 4-guruh haqida gaplashamiz. Endi savol keladi shunda. 4-guruh o'zgaruvchan ekan, bu nechiga o'zgaradi valentligi degan savol keladi-da. Biz buni mana bu savolni beramiz. Ya'ni 4 raqami juft sonmi, tog' sonmi deysiz. Albatta bu juft son. O'zidan oldingi juft sonni valentlik qilib qabul qiladi. Ya'ni o'zidan oldingi juft son 2 bor.
2. Ya'ni o'zgaruvchan to'rning valentligi 2 va 4 bo'ladi. Bunga qaysi element kiradi deydigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, uglerod, kremniyni misol qilsak bo'ladi. Hop, uglerod, kremniy, hop, german qalaydi misol qilsak bo'ladi, qo'rg'oshinni misol qilsak bo'ladi. Mana. Ana endi 5-guruhga o'tamiz. 5-guruhda endi 5 ning valentligi nechiga o'zgaradi degan savol keladi. 5-guruhga yana savol berasiz. 5 tog' sonmi, juft sonmi? Tog' son albatta. O'zidan oldingi tog' sonlarni valentlik qilib qabul qiladi. O'zidan oldingi tog' son 3 bor, 1 ham bor, lekin birlik birikmasi bu 5-guruhdagi mavjud emas. Shuning uchun uni yozishligimiz zarur emas. Hop, bularga mana ko'rsak, azot, fosfor, mishyak turibdi. Endi e'tibor bering, shu yerda azot inkor qiladi. Azotni hozircha turadi. Yozmay turamiz. Undan keyingisi demak fosforni yozamiz. Fosfor. Hop, fosfordan keyingisi mishyak. Mishyakdan keyingisi surma. Nima misol qilsak bo'ladi. Hop, ana endi mana shu yerda azot inkor qiladi, shu valentliklar qoidasiga bo'ysunmaydi deb olamiz. N-ni. Demak, buning valentligi 5-guruhda joylashgani bilan yodlab olasiz. 1 bo'ladi, 2 bo'ladi, 3 bo'ladi. 4 valentliklarni namoyon qiladi. Bu inkor tarzida valentliklar qoidasiga bo'ysunmaganligi uchun 5-guruhda joylashgani bilan. Ana endi 6-guruhga to'xtaladigan bo'lsak, 6-guruh yana tog' sonmi, juft sonmi deysiz. Albatta bu juft son. O'zidan oldingi juft sonlarni valentlik qilib qabul qiladi. 4 va 2 valentlikda namoyon qiladi. Endi bularga qaysi kiradi deydigan bo'lsak, bularga 6-guruhda joylashgan element. Kislorod turibdi birinchida, keyin oltin gurgut. Hozir kislorod ham valentliklar qoidasiga bo'ysunmaydi, shuning uchun oltin gurgutni o'zini yozib tursak bo'ladi. Yoki undan keyingisi selen bor. Selendan keyin tellurni misol qilsak ham bo'ladi. Demak, yana inkor tarzida 6-guruhda faqatgina kislorodning valentligi o'zgarmas 2 valentlik bo'ladi. O'zgarmas. Demak, mana bu o'zgarmaslarning ichiga kislorodni inkor tarzida yozib qo'ysam bo'lar ekan mana. Demak, tepasiga ham qo'yib qo'ysak bo'ladi mana. Kislorodning valentligi doimo 2 bo'ladi. Ana endi siz bilan 7-guruh haqida gaplashaylik. 7-guruhda 7 juft sonmi, tog' sonmi desa, albatta tog' son. O'zidan oldingi tog' sonlar 5 bor, 3 bor, 1 ham bor. Chunki birlik birikmasi bularda ham mavjud bo'ladi. Shuning uchun yozsak to'g'ri bo'laveradi. Ana endi 1, 3, 5, 7 valentlikda namoyon qiladigan elementlarga qaysi kiradi deydigan bo'lsa, mana 7-guruh. Ftor, xlor, ko'kdagilarni olmaymiz. Ftor, xlor, brom, yod, astat. Bu yerda ham inkor tarzida ftorni turadi. Ya'ni yozmaysiz. Hop, xlor kiradi. Brom kiradi va yod kiradi. Yana inkor tarzida ftorimiz 7-guruhda joylashgani bilan o'zgarmas 1 valentlikda namoyon qiladi. Demak, mana bu birlarga yozib qo'ysam bo'ladi buni, ftorni mana. O'zgarmas 1 valentli. Demak, mana shu uchala elementimiz inkor tarzida valentliklar qoidasiga bo'ysunmaydi. Shuni yodlab olsangiz bo'ladi. Buni qanday yodlayman desangiz, mana 5-guruhda joylashgan 5 azot, kislorod, ftor. Mana shu uchalasi valentliklar qoidasiga bo'ysunmayapti. O'zi ketma-ket 5-guruhdan boshlab. Shunday qilib yodlab olsangiz, demak to'g'ri bo'ladi. Ana endi bizda ko'k elementlarimiz ham bor. Misol uchun mana 1-guruhda turibdi mis. Hop, misning valentligi necha bo'ladi dedi. Endi buni yodlab olasiz. Misning valentligi o'zgaruvchan faqatgina 1, 2 valentlikda namoyon qiladi mis. Ana endi hop, keyin misning yonida rux turibdi.
Hop, ruhimiz esa o'zgarmas ikki valentlikni namoyon qiladi. Mana o'zgarmaslarni ichiga yozib qo'yapman ikki valentlik, ruh deb. Hop, misol uchun bu tomondan marganes necha valentlikni namoyon qiladi deydigan bo'lsak, marganes ko'rsa 7-guruhda joylashyapti. Lekin ko'k element 7-guruhda joylashgani bilan marganesning valentligi 2 bo'ladi, 3 bo'ladi, 4 bo'ladi, 6 bo'ladi va 7 valentliklarni namoyon qiladi marganes. Ana endi misol uchun marganesdan oldin xrom ham bor ekan. Xromning valentligi necha bo'ladi desa 2 bo'ladi, 3 bo'ladi va 6 valentliklarni namoyon qiladi. Bularni demak yodlab olasiz. Ana endi yana misol uchun 2-3 valentlikni namoyon qiladigan elementlar bor. 2, 3. Bularga qaysi kiradi desa, temir kiradi, kobalt kiradi, nikel elementlarini misol qilishligimiz mumkin bo'ladi. Hop, yoki oltin. Oltin qanday valentlikni namoyon qiladi desa, oltin 1 bilan 3 valentliklarni namoyon qiladi. Hop, kumush ham bor bizda. Kumush, mana bu yuqoriga yozib qo'yaman. Kumushning valentligi o'zgarmas 1 valentli bo'ladi. Mana. Demak, ushbu tarzda elementlarning valentliklarini ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Agarda kimda yana qani savol bo'ladigan bo'lsa, tushunmagan, mana yuqori pastda turibdi, Telegram havola orqali yozib qidirib, demak, savol yo'llashingiz mumkin bo'ladi, albatta javob beriladi. Ana endi sizga agar kimyo fanidan onlayn kurs kerak bo'lsa, tizimlashgan darslarimiz jonli efirda o'tiladi. Har bir mavzuga alohida test beriladi. Ushbu Telegram havolasi orqali demak murojaat qilishligingiz mumkin bo'ladi yoki mana bu Telegram kanali orqali Kimyo FM Telegram kanalini qidirsangiz chiqadi va ana shu joyda profilimiz bor. Ana shu joydan murojaat qilishligingiz mumkin yoki mana bu havolani ko'rib turibsiz. Ushbu havola orqali Telegramni yozsangiz, qidirsangiz chiqadi. Yozsangiz sizga onlayn kurs haqida yana ham to'liq ma'lumot berib o'tiladi. Demak, shu bilan valentliklarga oid mavzumizning qismi o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.